Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda Djangoda proyekt va app yaratib ishga tushirishni o'rganar ekanmiz. Xo'p, shu bilan birga virtual muhit yaratib, unga Django frameworkini o'rnatishni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, boshladik. Visual Studio Code dasturini ochib oldim. Demak, eslatib o'tay, darsimiz mobaynida biz eng yengil, ya'ni kuchsizroq bo'lgan kompyuterlar ham qo'llab-quvvatlay oladigan Visual Studio Code dasturidan foydalanamiz. Kod yozish uchun va uni ishlatishlar, xullas, bizni ish muhitimiz uchun mana shu dasturdan foydalanamiz. Xo'p. Biz demak virtual muhit yaratmoqchimiz. Uni qanday yaratamiz? Uni yaratishimiz uchun bizga terminal kerak bo'ladi. Visual Studio Code dasturini o'zida terminal bor yoki xohlasangiz Windowsni PowerShell, CMD kabi terminallardan ham foydalanishingiz mumkin. Albatta siz mana shu Windows operatsion tizimidan foydalanayotgan bo'lsangiz. Agar siz Linux yoki Mac OS kabi operatsion tizimdan foydalanuvchi bo'lsangiz, sizlar uchun tayyorgarlik ko'rmaganmiz. O'zingiz qidirib topasizlar deb aytamiz. Xo'p, ketdik. Terminalni ochamiz. Yana bitta eslatma, terminalni Ctrl Shift va S tugmasining pastidagi bitta tugmaga bosish orqali, ya'ni ruscha yo harfi turgan tugmaga bosish orqali ham ochib yopishingiz mumkin mana yangi terminallarni. Ochishingiz mumkin ekan. Xo'p, ketdik. Demak, virtual muhit yaratish uchun quyidagi buyruqni yozishimiz kerak. Python -m event modulini ko'rsatamiz va virtual muhitimizni nomlaymiz. Xo'p, virtual muhit o'zi nima uchun kerak bo'ladi? Virtual muhit bizga Django'ni bir nechta versiyalari bilan ishlashni sinab ko'rishimizga yordam bera oladi. Misol uchun, hozir biz Django 5 ta ishlayapmiz. Keyinchalik Django'ni 6si, 7si chiqadi deylik. Chiqqan paytida Django 6 ni o'rnatganimizda Django 5 ta yozgan kodlarimiz mayda Django 5 ta yozgan kodlarimiz ishlamay qolmaydi. Ya'ni nima degan? Bu yerda ishlatgan kodlarimiz mana shu yerda qoladi. Ya'ni mana shu virtual muhitda bo'ladi. Biz mana shu virtual muhit orqali ishlayveramiz. Keyin yana bitta virtual muhit yaratib, unga Django 6 ni o'rnatamiz va qarabsizki, bizda 5 ta ham ishlash imkoniyati bor, 6 ta ham ishlash imkoniyati bor. Odatda bitta muhitga bir nechta versiyani o'rnatib bo'lmaydi. U yerda faqat bitta versiya ishlash kerak, bitta muhitda. Bu muhit esa hozir nazarda tutayotgan muhitim biz dastlab global muhitda bo'lamiz. Notebookning o'zini global muhitida. Global muhitda demak, bir nechta versiyani sinab ko'rish imkoniyati yo'q. Shu boisdan biz bir nechta versiya haqida gap ketgan paytda virtual muhitlarda ishlashimiz tavsiya qilinar ekan. Agar bu bo'yicha batafsil ma'lumot olishni xohlasangizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Virtual muhitni maydalab tushuntirib beramiz, nima uchun kerakligini va virtual muhit sabab qanaqa xatoliklar yuz berdi, katta bir loyihalarda nimalar yuz berib ketdi, shu virtual muhitni yaxshi e'tibor qaratilmaganligi sabab, yana bir ba'zi qo'shimcha fayllar bor, o'shalarni yaratilmaganligi sabab nimalar bo'lgan. Batafsil ma'lumot olishni xohlasangizlar, kommentariyada yozinglar yoki Telegram kanalimizda so'ranglar. Post qilishimiz yoki video qilishimiz mumkin. Sizlarni talablaringizga binoan. Xo'p, davom etamiz. Demak, biz virtual muhit yaratdik mana. Mana shu buyruqni yozib, sizlar virtual muhit yaratsangiz bo'ladi. Mana bu yerda mana my_env degan papka paydo bo'ldi. Buni ichiga o'tib ko'rsak, mana bu yerda include, lib, scripts degan narsalar bor. Biz bu virtual muhitda scripts degan qismidagi activate degan bat fayli bor. Mana activate degan qayerda edi hozir u? Mana ekan. Mana shu activate buyrug'i orqali biz mana shu virtual muhitni faollashtiramiz. Biz o'rnatgan kutubxonalar buni lib degan qismda saqlanadi, mana lib ichida. Mana shu yerda saqlanadi. Biz o'rnatadigan kutubxonalar. Demak, bu narsa nima ekan? Virtual muhitning ichida shunaqa kutubxonalarimizda kodlarini saqlar ekanmiz. Buni siz Python asoslaridan bilishingiz kerak. Xo'p, virtual muhitni ham qisqacha tanishib o'tdik. Ketdik unda. Virtual muhitimizni faollashtiramiz. My_env scripts activate. Mana, men my_env ga kirib oldim. Agar sizda mana shu aktivatsiya paytida xatolik chiqqan bo'lsa, unda Telegram kanalimizdagi xatolik hashtagi orqali o'tib, ma'lumotlarni ko'rib chiqing. O'sha yerda mana shu aktivatsiya paytida yuzaga keladigan xatoliklar, ko'pchilikda yuzaga keladigan xatoliklar bo'yicha post qoldirilgan, unga qanday yechim berishda yozib o'tganmiz. Xo'p, demak, Telegram kanalimizda u. Endi virtual muhitimizga kirib oldik va Django'ni o'rnatamiz. Pip install Django. Bizda hozir Django'ni so'nggi versiyasi o'rnatiladi. Bu yerda mana Django 5.1.7. Mana shu versiyasi yuklanmoqda.
yuklab bo'lindi. Endi esa o'rnatish ketmoqda. Eslatib o'tamiz, Django'ni o'rnatayotgan paytingizda unga qo'shimcha kutubxonalar ham kelishi mumkin. Misol uchun async ref deydi, SQL parse deydi, tz data deganlar qo'shilib kelayotgan ekan mana. Mana shu paketlar. Bu endi notebookingizni kuchiga bog'liq bo'ladi. Qanchalar tez bitishi, internetingiz sifatiga ham, yuklab olish payti. Mana yuklab olishlar tugallandi. Endi esa bu yerda ko'radigan bo'lsak, MyEnv ichida libga kirsak, mana bu yerda mana bir nechta papkalar paydo bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda o'sha kodlari saqlanmoqda. Django'da kirsangiz mana uni paketlari, modullari hammasi shu yerda turadi mana. Ko'rganlaringizdek, hammasi shu virtual muhitimizda saqlab qo'yiladi. Endi nima qilamiz? Biz sizlar bilan yangi proyekt yaratish haqida gaplashamiz. Yangi proyekt o'zi bu nima? Bu shunaqa narsaki, bilinglar, qaranglar, o'rtoqlar. Django shunaqa bir qulay narsaki, unga shunchaki mana shu terminalda, ko'pincha mana shu terminalda buyruq yozib, katta ishlarni bajarib yuborsanglar bo'ladi. Ya'ni hozir odatda misol uchun oddiy nima ekan, avvalroq ishlaganlar bo'lsa, oramizda avvalroq nimalar qilib ko'rganlar bo'lsa, qo'lda fayllar yaratib, paketlar yaratib yozib chiqqansizlar, to'g'rimi? Djangoda esa o'sha paketlarda, fayllarda ko'psini o'zi yaratib beradi. O'zi arxitekturani taxlab beradi sizlarga. Sizlar uni ichiga qo'shimcha modullarni qo'lda qo'shib ketishingiz mumkin, lekin katta ishlarni Django'ni o'zi hal qilib tashlaydi bu yerda. Juda bir nima ekan, bizdan ortiqcha vaqt oladigan mayda-chuyda ishlarni Django o'z bo'yniga olib qo'ygan bu yerda. Demak, hozir ulardan birini ko'ramiz. Bizga hozir bu loyihamizni strukturasini qilib beradi. Loyihamizni dastlabki monolit strukturani qilib beradi. Hozir ko'ramiz, mana qaranglar. Nima deymiz? Bu yerda Django admin degan kalit so'z qo'shiladi. Virtual muhitimizning ichida Django admin degan kalit so'z paydo bo'ladi. Mana shu kalit so'zni yozasizlar va start project deymiz. Projectni boshlash. Mana start project yozdim. Va proyektimizga nom beramiz. Proyektimiz nomi nima bo'ladi? Proyektimiz nomi odatda, misol uchun mana shu papka ochib olasizlar, misol uchun men hozir ikkinchi dars deb qo'yganman, to'g'rimi? Ikkinchi dars deb ochib olganlaringizdan keyin tavsiya qilinadi. Misol uchun shu bu proyektning papkasi bo'ldi, to'g'rimi? Loyihani papkasi bo'ldi. Endi ichida Django proyektini yaratmoqchisiz. Django proyektini yaratayotgan paytda unga config nomini berish tavsiya qilinadi. Config odatda. Agar siz nima deydi, proyekt papkasini hali yaratmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri ishni boshlab ketgan bo'lsangiz, nima deydi, loyihani nomini qo'ymagan bo'lsangiz bu papkaga, unda bemalol loyiha nomi bilan ochishingiz mumkin. Bu ixtiyoriy, lekin tavsiya qilinadigan yozilmagan qoida config deb nomlash. Buni qoida deb ham bo'lmaydi-yu, ixtiyoriy tavsiyada bu. Endi keyingi narsa, mana shu yerda bitta narsa bor. Hozir aytdim-ku, proyekt papkasini yaratmagan bo'lsanglar, hali asosiy bir katalogda ishlayotgan bo'lsanglar, unda shunday holatda enter bosib yuboringlar. Shu ham proyekt uchun loyiha papka ochib beradi, ham uni ichida Django proyekt uchun ham papka yaratadi, ya'ni ichma-ich ketadi. Shunaqa bir narsasi bor. Hozir mana ko'rsataman, qaranglar. Enter bosib yuborsam, qo'shimcha narsa qo'shmasdan config bosib yubordim mana. Endi qarang nima bo'ldi. Config degan papka turibdi. Ichiga o'tsak, mana bu yerda yana bitta shunaqa narsa bor mana. Mana bu loyiha papkasi ichida mana bu Django uchun papka bo'ldi mana. Odatda mana shunaqa qilib yaratsa ham bo'ladi. Nu, bu sal noqulayroq. Virtual muhit bilan nima desam, sal bir g'alatiroq tuyuladi. Men odatda bunaqa ishlamayman. Buni o'chirib yuborsangiz bo'ladi bemalol. Mana configni o'chirib yubordim. Odatda biz xuddi aytamiz. Config deb nomladik, keyin buni qayerda ochilishi, proyekt qayerda yaratiladi? Proyekt mana shu yerda yaratilsin, ya'ni mana shu MyEnv ning yonida yaratilsin. Biz proyektni papkasida turibmiz deb tushuntirish uchun nuqta qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Enter. Ana endi config bilan mana shu manage deganlar yonimizda qo'shildi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana MyEnv faylining yonida chiqib keldi. Mana shunaqa qilib ishlasak ham bo'ladi. Endi bu yerda nimalar chiqdi desanglar, ManagePy nima o'zi desanglar, ManagePy bu loyihani asosiy boshqaruvchisi. Keyinchalik biza qanaqadir applar yaratsak yoki bazamiz bilan qanaqadir so'rovlar bajarsak, xolos, yoki loyihani ishga tushirmoqchi bo'lsak, hammasi mana shu ManagePy yordamida amalga oshiramiz. ManagePy ning buyruqlari bilan. Asosiy boshqaruvchimiz ekan. Keyingisi config. Bu nima? Bu bizning loyihamizda asosiy papkasi, ya'ni asosiy konfiguratsiya papkasi hisoblanadi. Bu yerda WSGI, SGI serverlar bilan bog'lanishlar, URL konfiguratsiyalari, settings sozlamalar bor bu yerda. Misol uchun loyihamizga qo'shilgan applarda mana shu settings py deganda konfiguratsiya qilamiz, sozlab o'tamiz. Ularni ham hozir ko'rib o'tamiz ekan.
Demak, qisqacha tanishdik bu yaratilgan papkalar bilan. Endi loyihani qanday ishga tushiramiz? Shu holatida loyiha ishga tusha oladimi desanglar, albatta, loyiha shu holatida ishga tusha oladi. Ya'ni buning uchun biz Python buyrug'ini chaqiramiz va manage.py faylini ko'rsatib, uni run server degan buyrug'ini ishga tushiramiz mana. Run server. deb yozsanglar, bizda loyihamiz default holatdagi ishga tushib ketadi. Mana shunaqa narsalar chiqdi. Bu nima? Bu databazega oid xatolik. Ya'ni databazimizda migrate qilmaganini aytyapti. Ya'ni mana bu yerda Django o'zi sizga databaz yaratib bera oladi. Databazga o'sha migratsiyalarni qilib bera oladi. Ko'p narsa qila oladi. Agar bu nima deyotganini tushunmayotgan bo'lsangiz, xavotir olmanglar. Hali buni yaxshilab tushuntirib o'tamiz. Modellar bilan, ORM bilan ishlash paytiga kelganda buni yaxshilab tushuntirib o'taman. Hozircha bu xatolikdan qo'rqmanglar mana bu yerda chiqayotgan qizil yozuvdan. Bu shunchaki databazga kerakli so'rovlar yuborilmaganligini aytmoqda. Databaz bu ma'lumotlar bazasi. Tushundingizlar? Qolganlarga unaqa muhim narsa bo'layotgani yo'q. Mana qaysi sportda ishga tushdi, shunaqa narsalar chiqib turibdi mana. Mana birga keladigan bo'lsak, mana bu loyihamizda ishga tushgan URL. Bizda hozir lokal hostdan ishga tushmoqda. Fayl nima loyihamiz. Mana shu URLni nusxalab olamiz. Nusxalab oldim. Sichqonchani o'ng tugmasini bossangiz, ustiga belgilab turib, o'ng tugma bossangiz nusxalanadi. Keyin Yandexga o'tamiz. Mana brauzerimga o'tdim. Plus URLni tashladim. Mana bu bizning Django loyihamiz, ko'rib turganlaringiz. Mana. The install worked successfully configurations deydi. Ya'ni Django loyihamiz tayyor holatda turibdi mana ishlashimiz uchun. Mana shunday qilib ishni boshlayveramiz o'rtoqlar. Mana tabriklayman, ilk loyihangizni ishga tushirdingizlar. Endi nima qilamiz? Endi keyingi ishimiz bu loyihaga app qo'shish bo'ladi. App, ya'ni ilova qo'shish hisoblanadi. App o'zi nimaga kerak desanglar, app bu mana shu loyihani bir qismlari. Bu loyihalar odatda qismlarga bo'linib ketadi. Misol uchun, mana shu veb-saytda ro'yxatdan o'tish qismi, kirish qismi, yana nimalar bor? Yangiliklar qismi, bog'lanish, aloqa qismi. Agar market, ya'ni do'kon sayt yozayotgan bo'lsangiz, uni buyurtmalar, tovarlar, shunga o'xshash bo'limlar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Har xil bo'limlarga bo'linib ketadi. Ana o'shalarni alohida app qilib yozadigan bo'lsangiz, sizga kerakli kodingizni topish osonlashadi. Hamma narsani bir yerga yig'masdan tarqatib o'sha app qilib yozib chiqsangiz va monolit strukturadan foydalansangiz, monolit arxitekturasidan foydalansak, ishimiz ancha nima bo'lar ekan? Qulay bo'lar ekan. Buni darslarimiz mobaynida o'zingiz ham his qilib borasiz. Demak, endi siz bilan hozir app yaratishni o'rganamiz, lekin appga ortiqcha narsalar qo'shmaymiz. Uni loyihaga qanday bog'lashni ko'ramizda, keyingi darslarimizda o'sha appni ichida bir nimalar yaratib, loyihaga qo'shishlarni, mana shu veb-saytga chiqarishlarni o'rganamiz. Hozircha app yaratish va uni loyihaga shunchaki qo'shib qo'yamiz. Lekin uni ichidan misol uchun qanaqadir bir sahifalar yaratishlar hali keyingi darslarimizda bo'ladi. Lekin bu ham keraksiz narsa deb bo'lmaydi. Hozir qiladigan ishimiz bir boshlang'ich fundamental ish hisoblanadi bu ham. Ketdik. Python manage.py deb yozasizlar va start up deymiz. Mana start up. Mana Python manage.py start up buyrug'ini yozamiz va bu bizga yangi app yaratishni bildiradi. Endi esa mana shu appimizni, ilovamizni nomlashimiz kerak. Nomlash kerak bo'ladi. Nomi, misol uchun, hozir biz loyihaga umumiy qanaqadir bir nom bermaganimiz uchun, bir aniq bir maqsadga yo'naltirmaganimiz uchun shunchaki app1 deb nomlab ketaman. Mana app1. Mana nima deydi, ilovamizni app1 deb nomladik. Endi bu yoqda ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda app1 degan papka paydo bo'ldi. Buni ichiga o'tib ko'radigan bo'lsak, bu yerda migrations degan qismi bor. Migrations bu bizda databazga qilingan so'rovlar tarixi saqlanadi, bu yerda migratsiyalar saqlanadi. Init.py deb bilasizlar, paketlar uchun zarur bo'ladigan narsa bu. Keyin admin degani bor. Admin panelga aloqador buyruqlar mana shunda yoziladi. App deganimiz esa mana shu appni o'zini klassi. Misol uchun mana bu loyiha bilan bog'lanadigan asosiy bir klass hisoblanadi. Uni ham hali batafsil ko'rib chiqamiz loyihalarimiz mobaynida. Keyin esa models. Models bu mana shu databazga saqlanadigan modellar. Ularni ham hali databazga kelgan paytimizda batafsil o'rganamiz. Bu databazga oid modul hisoblanadi. Keyingisi test. Bu mana shu appni test qilib ko'rishimiz uchun testlarni mana shu yerda yozishimiz mumkin bo'ladi. Buni ham hali oxirroqda ko'p ishlatamiz. Views.py bu bizda o'sha sahifaga chiqadigan chiqaradigan narsalarimizni o'rtasida bog'lovchi bo'lib beradiganiga, yodingizda bo'lsa, Django o'zi MTV strukturasidan, arxitekturasidan foydalanadi degandek, model template view degandek.
Bu yerda hozir model ham bor. No, template ko'ryapsizlar. Template qo'lda yaratamiz. View ni demak, model bilan template o'rtasida vositachi bo'lib beradigan view moduli mana shu yerda turar ekan. Mana applarda joylashar ekan. Ana shunday qilib asta-sekin ko'rib boraveramiz. Hozircha biz app yaratdik. Uni loyihaga hali qo'shmadik. Misol uchun bu yerda qanaqadir model yaratib, bazaga yubormoqchi bo'lsak, bu ishlamaydi. Yoki bu yerda qanaqadir view yaratib, sahifada chiqarmoqchi bo'lsak, bu ishlamaydi. Nima uchun? Sababi bu appimiz hali loyihaga biriktirilmagan. Bu shunchaki yaratildi, shunchaki paket bu. Uni qo'shish kerak config fayliga. Config paketimizga qo'shishimiz kerak. Ketdik. Settings moduliga kiramizda, bu yerdan qidiramiz. Bu yerda installed apps degan qismi bor mana. Installed apps degan parametrlarimiz bor. Mana bu yerda o'zgartirishlarimiz turibdi. Ko'rsa, bu yerda demak, buni applari joy olgan. Admin, aus kabi shunaqa applari bor ekan ko'rib turganingizdek. Messages deydi. Biz endi mana shuga o'zimizning appimizni qo'shamiz. O'zimizning appimizni qo'shish uchun shunchaki list oxiriga kelib, albatta mana bu virgul yodingizda chiqmasin, bo'lsam stringlar qo'shilib ketadi. Bilasizlar uni. Demak, mana bu yerga app1 deb yozamiz. Mana. Bo'ldi. App1 deb qo'yadigan bo'lsak, bizda mana shu app1imiz mana bu qo'shiladi shu yerga. Tabriklayman. Ilovamizni ham biriktirib oldik. Endi loyihangizni qayta ishga tushirsangiz, sizda qanaqadir o'zgarishlar bo'lmaydi. Biz hali URLlarda konfiguratsiya qilmadik, ya'ni URLlarimizga o'zgartirishlar kiritmadik. Muhim o'zgartirishlar bo'lmadi. Shu boisdan bizda hech qanaqa o'zgarishlarsiz turaveradi, mana shu holatda turaveradi sahifamiz. Asta-sekin o'sha sahifaga o'tishga ham hali navbat keladi. Hozircha ilovani proyektga bog'ladik. Bugungi dars maqsadi shundan iborat edi. Proyekt yaratish, applar yaratish, uni loyihaga biriktirish. Virtual muhit yaratishni ham, Djangoni o'rnatishni ham ko'rdingiz. Keyingi darslarimiz URLlar bilan ishlash haqida bo'ladi va oddiy viewlar ham qo'shib ko'ramiz unga. HTTP response shunaqa narsalar bor. Mana shu sahifaga nimadir chiqaramiz. Qisqa qilib aytganda, keyingi darsimiz sahifaga Hello World dasturini yozish bo'ladi. Keyingi darsda ko'rishguncha